Assalomu alaykum, qadrli YouTube kanali foydalanuvchilari. Bugun men sizlarga boshlang'ich ta'lim yo'nalishlarida matematika va uni o'qitish metodikasi fanidan konjuksiya va dizyunksiya, implikatsiya va ekvivalensiya mavzusida video darsni e'tiboringizga havola etaman. Mavzumiz quyidagi rejalardan tashkil topgan: konjuksiya, dizyunksiya va unga doir misollar, implikatsiya, ekvivalensiya va unga doir misollar. A va B mulohazalarining ikkalasi ham bir vaqtda rost bo'lganda rost bo'ladigan va bog'lovchisi bilan bog'lanadigan mulohazalar A va B mulohazalarining konjuksiyasi deb ataladi va quyidagi simvolik ko'rinishda beriladi. Mana bu ko'rib turgan rostlik jadvalimizda bilamizki, rostlik jadvali 1-0 yoki rost yolg'on yoki true false ko'rinishda berilishi mumkin. Men ingliz tilida true false so'zlarining bosh harflari bilan belgilab chiqdim. Endi bunga doir misollarni ko'radigan bo'lsak, A mulohazamiz, ya'ni Madina a'lochi qiz. Keyingi mulohazamiz Madina mehribon qiz. Ana endi ikkalasini ham biz konjuksiya mulohazaga aylantiradigan bo'lsak, Madina a'lochi qiz va Madina mehribon qiz. Inkor gaplarni bilamiz. Endi ikkala inkor mulohazalarini ham biz konjuksiyaga aylantiradigan bo'lsak, Madina a'lochi qiz emas va Madina mehribon qiz emas. Keyingi misolimiz x son 5 sondan katta va bog'lovchisi bilan ifodalanyapti. X son 30 sondan kichik. Ana endi ikkala mulohazamizni ham inkorining konjuksiyasini topadigan bo'lsak, x son 5 sonidan katta emas va x son 30 sondan kichik emas. A va B mulohazalarining kamida bittasi rost bo'lganda rost bo'ladigan hamda yoki bog'lovchisi bilan bog'lanuvchi mulohazalar A va B mulohazalarining dizyunksiyasi deb ataladi va quyidagi simvolik ko'rinishda ifodalanadi. Bunda siz rostlik jadvalida faqatgina, ya'ni false bo'lganda false, qolgan holatlarda true ekanligini ko'rib turishingiz mumkin. Demak, A mulohazamiz, ya'ni 24 son 4 ga bo'linadi, 24 son 6 ga bo'linadi. Demak, ikkalasining dizyunksiyasi 24 son 4 ga bo'linadi yoki 24 son 6 ga bo'linadi. Agar ikkita mulohazamizda ham inkorini topib dizyunksiya mulohazaga aylantiradigan bo'lsak, 24 son 4 ga bo'linmaydi yoki 24 son 6 ga bo'linmaydi. Keyingi misolimiz 5 va 7 sonlarning o'rta arifmetigi 6 ga teng yoki 9 va 7 sonlarning o'rta arifmetigi 5 ga teng. Endi ikkala mulohazaning inkorlarini topadigan bo'lsak, ya'ni inkorining dizyunksiyasini 5 va 7 sonlarning o'rta arifmetigi 5 ga teng emas yoki 9 va 7 sonlarning o'rta arifmetigi 5 ga teng emas. A mulohaza rost, B mulohaza yolg'on bo'lgandagina yolg'on, qolgan holatlarda rost bo'ladigan mulohazaga A hamda B mulohazalarining implikatsiyasi deb ataladi va quyidagi simvol ko'rinishda belgilanadi. Uning bog'lovchisi, ya'ni agar nuqta ixtiyoriy bog'lama mulohaza bo'lsa, u holda va keyingi ham mulohaza bo'ladi. Ya'ni mana bu true false, qolgan holatlari ham true. Endi bunga misol sifatida aytadigan bo'lsak, Sardorning televizori bor, Sardor kinoni ko'radi. Buni implikatsiyaga aylantiradigan bo'lsak, bu mulohazalarimizni, demak, agar Sardorning televizori bor bo'lsa, u holda Sardor kinoni ko'radi. Va uning inkor gaplarining implikatsiyasini, inkor mulohazalarining implikasiyasini topadigan bo'lsak,
Agar Sardorning televizori yo'q bo'lsa, u holda Sardor kinoni ko'rmaydi. A va B mulohazalar bir vaqtda rost yoki bir vaqtda yolg'on bo'lganda rost bo'ladigan mulohaza A va B mulohazalarining ekvivalensiyasi deyiladi va quyidagi simvolik ko'rinishda belgilanadi. Bunda siz rostlik jadvalda true, false, true bo'lgandagina true bo'lishini ko'ryapsiz. Qolgan holatlarda false. Endi bunga doir misol ko'radigan bo'lsak, ya'ni x juft son, x sonning oxirgi raqami juft son. Ikkala mulohazani ekvivalensiyasini topadigan bo'lsak, x juft son, demak x sonning oxirgi raqami juft son. Muzlatgichda tuxumlar bor, demak Madina tort pishiradi. Endi buni yana boshqacha ifodalaydigan bo'lsak, muzlatgichda tuxumlar bor bo'lsa, u holda, ya'ni bor bo'lishi kerak, chunki Madina tort pishiradi. Hozircha shu mulohazalarni ko'rdik. Qolgan mulohazalarni, ya'ni keyingi darslarimizda e'tiborlaringizga havola etaman. E'tiboringiz uchun rahmat.